kelin rosa qiyin ekan deysizmi? Kelinni olganda onasiga qarash kerak. Mana shu eng muhim ekan. Men shuni bildim qizlar. Mana bitta kelin olganman-ku, onada gap ko'p ekan. Rosa onada gap. Ha, necha kelinni olsam o'zgartirib olaman. O'zim anaqa to'g'rilab olaman o'zimga. Deysiz-ku, genetika qo'yib yubormas ekan, baribir. Boshida yaxshi bo'lib turadi-da, keyin baribir onasini aytganini qilib ketar ekan. Onada befarosat bo'lsa, u polibon qiziga telefon qilib, "Amnaqa dema deymi? Amnaqa qilma deymi? Kelaver. 9 oy ichimga siqqasan, buyog'iga ham ichimga sig'asan" desa, unda o'tiradi-da. O'sha unda most bor-da, nariyoqqa ketishga. Onasi uyga qaytib turibdi. Qancha surib yuboradi-da u. Keyin keladi, ko'zini siydigini oqizib, xatolik qilib qo'yibmiz, bizani kechiring deb, lekin kech bo'ladi. O'sha bolani ko'ngli sovigan bo'ladi. Mana shu narsani tushunmaydi onalar. Hech qachon urmagan, chertmagan qizingizni prosta tak uyingizga kelaver degan bu vashshi katta xatolik. Ya понимаю, agar urib, kun bermasdan, ko'zi ko'karib, bor-ku, mana o'zimiz qancha kaltak yedik-ku, shunday ham ajrashmadik-ku. Prosta bir bo'lmaydigan narsaga borib, kelaver dedimi, вообще проиграть qiladi 100%. Sabab tepada Xudo ko'rib turibdi-da hammasini. Onasiga qarab qizini ol deb ota-bobolarimiz bekorga aytmagan.